Assalomu alaykum. Hozir biz sizlar bilan avtomaktabda o'qimasdan turib haydovchilik guvohnomasini olish mumkinmi yoki yo'q? Ushbu savol ostida so'rovnoma o'tkazamiz va aholining fikrini bilib olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Nima deb o'ylaysiz? Avtomaktabda o'qimasdan turib haydovchilik guvohnomasini olish mumkinmi? Mumkin emas menimcha. Iloji yo'q narsa-ku. Avtoshkolada o'qimasdan turib, menimcha haydovchilik guvohnomasini olib bo'lmaydi, chunki baribir o'qib, qonun qoidalarni o'rganib, keyin pravani olgani yaxshiroq deb o'ylayman. O'zi o'rgangandan ko'ra avtoshkolada ko'proq narsani o'rganadi. Meni fikrim yo'q. Albatta yo'q. Qoidalarga to'g'ri amal qilgan holda o'qib olgani yaxshiroq. Yo, hozirgi paytga umuman iloji yo'q. Bizlar harakat qilamiz, hozir iloji bo'lmayapti. O'qimasdan umuman iloji yo'q. Shu maslahat beraman, o'qib olinglar. O'qimasdan iloji yo'q bu narsani. Yo'q, bo'lmaydi. Bu narsaga qo'shilmayman men. Ko'chada DTPlar ko'payib ketyapti o'zi. Albatta yo'q. O'zimiz ham o'qib, pravada o'qib, avtoshkolada o'qib, imtihonlarni topshirib, yo'l yo'rig'ida olganmiz. Yo'q, olmaydi. Albatta buni qonun qoidalarini, yo'l harakat qoidalarini o'qib, o'rganish kerak. Rahmat, sog' bo'ling.